Bular hammasi ustalar uchun. Mana qaranglar, beliga taqib oladi. Bu yerga bolg'a, ikki tomoniga tesha degandek. Asfalt uskunasi qo'yib olasiz. Narxi dollarga $40 ekan. Kojinli, toza koja, qalin. Bular so'mkalari. Har xillari bor. Bunaqasi ham bor. Ryukzak qilib taqib oladigan. Bu yerda mana. Bunaqasi ham bor. Shu aeroportning tipi. This one 45. 45, yeah? Okay. This one is 55. This one standard. Ha, $45 ekan. Shunaqa. Ularlar katta, ustalar uchun juda yaxshi joy. Perchatkalargacha bor bemalol. It's big bag, eh? Yeah, 55. 55, ha. 55, $60 ekan, eng kattasi. Nima kerak bo'lsa, barchasi bor. Bemalol kelib olsanglar bo'ladi. O'zimiz singari sodalashib olinaveradi hamma yo'lda bemalol. Hatto kraskalargacha bor. Ular hammasi ishlatilgan, ochilgan. Ключатор razvedkalar 1 so'mdan 1 poundda. Faqat bular vilkasi 3 talik. Ko'ryapsizlar, original plisoslar juda arzon bu yerdan olsangiz, magazindan ko'ra ancha arzon emas. Masalan, mana bu Philips'niki $200 oshiqroq ekan. Ha, bunisi $100 ekan. Philips dazmollar. Original dazmol. Ayollar uchun mana bunaqa naborlar. Brand new, yes. Brand new seal. Juda ham arzon. Bemalol savdolashib olaverasiz. Ko'ram plisoslar ko'ryapsizlar. Mana bu $300 ekan. Nimaligini ko'ryapsizlar, mana qo'l quritadigan. Masjidlarga, jamoat joylariga qo'yadi. Original zonasi ekan. Bo'sh pilisosi bor ekan. Bo'shniki mana. $70 ekan, рабочий, ozgina ishlangan. Ajoyib. Bu pilisosimiz $130 ekan. Bu ham ishlangan, lekin hammasi ishlaydi, toza. Bemalol savdolashib olsa bo'ladi buni ham. Shunaqa gaplar, Angliya bozorlari. Baraxolka yangisi ham bor, eskisi ham bor. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Masalan, mana buni ugil ko'ryapsizlar. Buni tushunganlar biladi. Ichi junli ekan. Kojinli haqiqiy. Mellarni bemalol tortib olaverasiz. Qishda qorda yursa juda ham issiq narsa ekan. Olaman dedim. Juda arzon ekan. Faqat razmeri to'g'ri kelmadi. 40 ekan. Menga 42 yo 42,5 ketadi. Narxi arzon, lekin $13 ga berib olaman deyapti. Taxminan 200 ming so'mga original narsani qaranglar. Shuning uchun bozor arzon, butsalar ham juda arzon. Masalan, bu yerda mana 1 pound, 2 pound har xil narsalar bor aralash. $1, $2 dan 1 pound. 1 pound. 1 pound. 1 pound. $1,5, $2, har xil aralash tovarlar. Ko'ryapsizlar, bemalol xohlagan narsalarni tanlab olaverasizlar. Tanlaganingiz $1,5, $2 dan. Bu mana daradi shoxini kesadigan. Bunisi $9 ekan. Magazinda $30 ga olasiz. $9, 3 barobar arzon. Hamma yo'l bor. Ключlar bor ichida. 2 pound. 1 pound. Ko'ryapsizlar, bu ham bitta marketing yo'li. Mashtog'i har safar shu mashinasida to'ldirib keladi. Hech qanaqa stol qo'ymaydi. Shunday yerga chachib yuboradi. Tolomon qilib oladi odamlar. Psixologik ataka deb o'ylayman. Bu ham odamlarni olish uchun shundoqgina yerga chachib qo'yadi. Ham arzon, haqiqatan arzon narxlari 1 so'm, 2 so'm, 3 so'm, 10 so'mga da bo'lgan, ya'ni $10 ga da bo'lgan narsalar bemalol olsangiz bo'ladi. Juda ham arzon. Olib bemalol O'zbekistonga jo'natsa ham bo'ladigan darajada arzon. Bu yerda yana
ko'mir. Bunaqa narsalar ham bor mana. Adyollar. Yerga tayyor upakovka qilib qo'ygan. Pista, bodom, anjir qoqi, barcha narsa bor. 8,5 pound ekan. Taxminan $11. Same price, yeah? Same price. Bir no same. Bir xil narximiz ekan. Manavi $9, manavi $11. Pista, bodom, keshu deydimi? Pripravalargacha bor ekan mana. Karitsa, mana nima deyadi, gvazikamidi. Chili, qora kunjutga joy bor ekan. Qora kunjut, lavrovilis, barcha narsalar bor. Juda ham arzon mana. O'zimizning murchlar maydalangani, kattasi, kurkuma, xullas kalam arzon. Bular adashmasam afrikaliklar giyohlar, har xil tabiiy dorilar tayyorlab sotishadi mana. Damlamalar bor. Qaysi dori qayeringizga ta'sir qiladi, nima kasallikka, barchasini ma'lumoti bor. So'rasangiz aytadi. Toshlar. Mana isiriqlar bor. Ko'ryapsizlar? Har xil giyohlar. Mana damlamalar o'zlari tayyorlashgan, bemalol so'rab, nima qayeringizga foyda qiladi, so'rab olsa bo'laveradi bemalol. Hatto shunaqa narsalar ham sotiladi bu bozorda. Bu yerda mana eskilari ham bor, eskisi ham, yangisi ham, xullas kalom. Sizga nima to'g'ri kelsa olasiz. Mana o'yinchoqlar bor mana, magazinda qimmat bu yerda, juda ham arzon. 2-3 barobar kamida, bo'lsam 5-6 barobar arzoniga bemalol xarid qilsangiz bo'laveradi. Ko'ryapsizlar, original, qimmat o'yinchoqlar bular. Bu yerda bo'lsa mana qadimiy narsalar bor bu yerda mana. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum chidur yog'o, xubi. How are you, bro? Tajik? Good. Uzbek. O'zbek. You? Afg'oniston. Afghanistan. Yeah, мы, конечно, мы соседи. Я много раз пришли к тебе Ташкент, это. Ташкент? Институт, там туда, Тумач я пришли. Да? Турист вот один. Когда? Давно это, да? Давно, 1999. 99. Я Нью-Йорк, Ташкент, потом улетает в Украину, Голландия, потом сюда. Потом. Последняя остановка это Британия, да? Ташкент раньше, которые русские были, хорошо. Да. Очень хорошо. Здесь разные цены, да? А? Разные цены, да? Да. Это дешевле. Да. Мне дешевле, да. Arzonroq beraman senga deyapti. Ko'ryapsizlar? А средний какой цена? 20, 30. Средний цена какой? Там какой это брас, понимаешь? Это есть 25. Например, это, да. Да. 20, 25. 25, это будет $30, да? Около Это 30. очень хороший. Да. А здесь 5 фунт, 3 фунт. Это какой металл? Здесь брас. 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 Пушка. Здесь 2 pound. $2, $3. Xullas kalom. Hamma yo'q bor ekan. Ключ почем? Это 10. Это нет. Там хороший. 4 talik ekan, 4 ta razmer. 4 ta razmerli ekan, xullas kalom, dollarga $13. Дешевле вам, окей? Okey. Xullas kalom, Afg'onistondan ekan. Вы можете что-нибудь сказать в Узбекистане, брат? Узбекистан очень хороший. Мы 3 раз, 4 раз я там были. Да? Да. Спасибо вам. Да, очень хороший. Люди хорошие. Хорошей Это торговли вам. Райс, кабли хорошие. Да, спасибо. Самуса очень хороший. Самуса, плов, Да, ош. это чорсу. Чорсу. Очень кабаб. Очень хороший. Да. Чорсу Окат базар, который, Да, я знаю, много рынок там много. блюда, да? Да, много там шашлык взяли, да. Да, спасибо, да. Мы там 2 часа кушали, да? Да? Сегодня. 2 часа кушали.
много, там 2 человека 40 это, Shashlik. да. Ha. А потом 6 часов пошли Ашхабата. А А, Ашхабата завтра не кушай, послезавтра я кушаю. da, da. Мы туркмены живут там 15 лет, 13 лет. 15 lет. 13 lет 15. Ашхабад. Boshqa Da, da. yilda. Okey. Shashidani maqtayapti. Bir kun yesam deyapti. Eshitdinglar. Ertasi kuni emas, indini kuni ovqatlanadim. Chunki juda ham to'yimli edi demoqchi. Спасибо вам, счастливо. До встречи. Хорошего дня. Хорошей торговли вам. До встречи. Мы как Bu yerda mana ko'ryapsizlar, har xil apparatlar, tushunmayman men. Smartfonlar bor. Mana. Bunaqa qo'ysa bo'ladimi? Ko'ringlarchi. Gentraga. Smartfon ekan, ular ham magnitofon emas. Kassetali, diskli, har xil. Har xil apparatlar bor. Radio monovi eski haligi opoddalarimiz davrida bo'lardi. Yog'ochdan. Sorry, which one? Double. Hammasi sotiladi. Juda ham arzon, juda ham dollarga taxminan shu narsalar 15-20 dollardan. O'zbek so'miga 200 ming, 300 mingdan bemalol olsangiz bo'ladi. Samokatlar bor, arzon samokatlar mana. Elektrический samokat. Tikuv mashinalari bor, taxminan 20-30 dollardan. Juda ham arzon. Skripkalar, bular ham taxminan 30-40 shunaqa dollardan. Bu ham taxminan 15 dollar kamera uchun. $15 ekan. Ko'ryapsizlar, apparatlar har xil. $10, $5. Qimmat emas xullas ham. 10, 15, 20 dollar atrofida hammasi. Smartfon bor ekan. Kannaymi? Mis ekan. Markalar har xil yillarlik. Nimalar ekan bular? Tushunmadim. Sonvorni qaranglar, zo'r ekan. Narsalar. Metall nima ekan bu? Qimmatbaho. Lekin narsalar juda ham arzon. $10, $15, $5. Kitoblar. Kiyilgan patinkalar. Ko'ryapsizlar, odam ko'payyapti uje. Bunaqa soatlar bor. Mis. How much? 55. It's working guarantee. No It's working, yeah? guarantee. Ah, guarantee. Okay. Is it the commercial one? It's big one. This one? This is a 30 pound. You can get. Let's see pound it. Let's see pound. 30 last is it? $20 ekan. Yeah, this is XL. Kattasi. Is it? Güzel. Zo'r, вообще zo'r narsa mana shu pilisos. Buni qurilishda ko'p ishlatardi, bemalol axlatlarni ham bir chekkadan hamma yo'qni olaverasiz, buzilib qolmaydi. Arzon ekan, ishlatilgan ekan, garantiya beraman deyapti, lekin. Thank you bro. Tangalar bor, pullar bor. Ham sotadi, ham sotib oladi. Velosipedlar. Tanlab olishi $7 ekan. Dollarga hisoblaganda 5 pounddan. Arzonmi, qimmatmi yozib qo'yasizlar kommentariyaga. $7dan. Bu yerda mana yangisi ham bor. Reklamasini qo'yib qo'ygan nasos, suv nasos. Eskilari ham boshlandi. Bu menimcha shilipovka qiladigan polda, menimcha shunaqa. Parket pollarni shilipovka qiladi.
Bular prashka, sirligi, shokoladligi, qiyomligi pudras deb qo'yibdi. 4 pounddan ekan, 5 pounddan ekan. $5, $5.5. This is how much bro? 10 pounds. $13 ekan. Tayyorlari bor. Issiq ko'z oldida pishirib beradi. Kalit yasaydigan joy. Bitta kalit 3 so'mdan ekan. Xillar bor mana. Narxiga qarab o'zgaraveradi. Qanaqa kalit olmoqchisiz aytasiz. Yasab beradi bir pasda. Mevalar mana sotilyapti bemalol. Bu esa shakar qamish. Bundan chiqarib beradi apparatdan. This 8 pound, yeah? Baklashkasi yarim litr ekan. Taxminan $10 ekan. Shu apparatdan ko'z oldida chiqarib beradi. Shakar qamish ichmoqchi bo'lganlar sokini haqiqiy tabiiy. Eski zamon telefonlari. O'sha davrlar. Alo. Ha, yaxshimisizlar? Ha, bozorda edim. Baraxolka bozorda, Londonda. Qanaqa qilib gaplashamiz? Mashinlar ham $10 dan. Juda ham arzon. Yangi ishlatilmagan ekan. Saqalarni ishlatilmaganlarni tollab ichidan bemalol arzon narxlardan olsa bo'ladi. Shashi qaranglar kattaligini. Yarim metr keladi bemalol. Kafkaskiy shashlik deydimi? Qaranglar. Kiloga urib berishadi menimcha. Yo donalikmikini. Ha, kiloga urib berishar ekan bemalol. Faqat halol emas, o'shuning uchun biz yemaymiz. Bu yerda baliqlar ham sotar ekan. Baliqlar ham magazindan ko'ra arzon. O'rab tayyor qilyapti aka. Menimcha afrikaliklarda har xil giyohdan tayyorlangan dorilar qilingan. Ko'rasizlar, har xil teri kasalliklarga og'ziga tayyor qilib sovyapti aka, chekishga tayyor qilib. Ko'ryapsizlar? Marazilkani yangi ixtirosi. Muzda turadi. Ha, bemalol metrodan chiqib ko'chalarga ham yashib olgan. Polislar ham bemalol kelib narsalar xarid qilishadi. Yoqqan narsasini oladi. Chunki arzon deb aytdi. Sigaretkada sotadi. Sigaretkada sotadi. Menimcha dokumentlarini surishtiryapti shekilli. Xullas ham jam unaqa polis kelsa qo'rqadigan emas bu yerlarda. So'raydigan narsasini so'raydi. Olib ketib, seriozniy dokument so'rab, narsasini olib qo'yib, bunaqa narsalar umuman yo'q bu yerda. Shubhali tuyulgan bo'lsa, nimadir o'g'irlangan bo'lsa, shuni so'rashi mumkin. Boshqa narsaga hech qachon politsiya kelib bu yerda odamlarni bezovta qilmaydi. Ko'ryapsizlar? Har xil narsalar sotishadi. Odamlar bekorchilikdan zerikib, uyda bari narsalarni olib chiqib, shu yerda vaqt o'tkazib o'tiradi. Sotilsa sotildi, sotilmasa pulga qarab qolgan joy yo'q. Yana qaytib uyga kirib ketadi, havo almashtirib degandek. Uyda bor narsani ko'tarib qo'yib sotadi. Farzandini kalaskasiga davr. Shunaqa gap.
Bugungi sayohatimiz shu bilan yakunlandi. Keyingi safar yana boshqa joylarga boramiz. Sizlar yana Londonda, Britaniyada ya'ni nimalarni ko'rishni xohlasanglar, kommentariyaga yozib qo'ysanglar, albatta o'sha yerga borib, narx-navo, sharoitlarni imkon qadar ko'rsatib tushuntiraman. Hammaga rahmat. Bitta like bosasizlar videoga, albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.